Mana men 35 yil yashagan bo'lsam, bitta narsani tushunib yetdimda. Hayot o'zi bir oqim ekan. U oqimga qarshi emas, nabarot o'sha oqim bilan birga ketgan odam har doim yutar ekan. To'g'ri. Men o'zim 18 ta tilda bemalol erkin gaplasha olaman. Uyda ham bolalarimga buni o'rgatishda juda ham qattiq turaman. Hozir katta bolam 7 yoshda 10 ta tilda bemalol erkin so'zlasha oladi. Ertalab soat voqli 4 da turaman. Bu menga odat bo'lib qolgan. Bizdan oldingi 32 ta avlodimiz ham shunaqa voqli turishgan ekan. O'zi kechqurun nechida uxlaysiz? 7 da. Yaqinda o'zimning shaxsiy kitobim chiqadi. O'shandan sizlarga 1-2 og'iz jumlasini o'qib bermoqchiman. Hayotda balansni ushlashni bilish kerak ekan. Ushlolmasangiz, balans sizni ushlar ekan. O'zimning shaxsiy mashinamni 14 yoshimda olgan ekanman. Da, 14 yoshimda. O'zimning shaxsiy uyimma bo'lsa 17 yoshimda. 17 yoshimda olgan ekanman. O'tgan hafta Balidagi uyimizga borib dam olib keldik-da oilaviy. Men shu yoshimga kirib shuni tushunib yetdimki, har bir inson o'ziga haftada hech bo'lmaganda 6 kun dam berish kerak ekan. Odamda qachonki o'zini shaxsiy meni bo'ladi, qachonki o'sha odamda o'zini shaxsiy meni shakllanganda